Assalomu alaykum. Tush qozoq obunachilarim. Mana bugun 1-may bir natijalar bir ulab ketgan edim. O'zimda mahallamda akanikini uluvdik. Mana hozir ko'rsam yaxshi ko'klabdi. Uni buni nodalarini olmabdi, bir bitta tashladim hozir. Mana. Mana ikkitadan meva ham qilibdi o'zi mana. Bir 3 dona ulaganman shu martda oxirlarida. Endi sekin borib bir ko'rib, mana uni ham ko'klabdi ana. Mana ko'rib turgan teylarga uni tanamni opib urib qo'ymasin deb poxol bayrab qo'yibdi. Mana buni ham sekin ko'klayapti mana. Mana natijalar. Bu ham martda oxirida paymant qilganman. Endi prostaliga ulaganini ko'rsatmaganman. Ilgari videolarimda bor, ko'rilaveradi. Mana olganlari mana. Poxol bayrab qo'ygan. Mana metdan ko'klabdi mana, lekin qo'yib qo'ydim mana. Bu o'ziniki bu. Kurtay qo'yib qo'yganman. Mana olganlari poxol bayrab qo'yib qopib urmasin deb daraxtlar ichida-yu urmaydi-yu. Mana buni bitta tarafi quruq qolibdi mana uni. Mana sindirib olib tashlasak ham bo'laveradi. Buni bu taraf yetadi. Mana. Undan keyin buni qo'shni tarafda ham bir tuvlab qo'yganman, o'rta ham bo'ladi bu. O, naqra turibdi. Bu ham ko'klab qolibdi. Sekin olib kelaylik. Mana u tanasi juda opto tushadi. Juda opto tushadi. Poxol baylab tashlabdi o'rtog'im. O'zi ko'klabdi o'zini. Ko'rib turgan bo'lsalaring, mana natijalari. Endi uzoqdan olyapman-da kamerani, uni qo'radan o'tishim kerak. Sim to'sib qo'ygan. Kameramni olib kelyapman. Poxol qalin o'rab qo'yibdi. Natijalari bundan bir so'mka qilib qo'yib, bir chiqib qo'yib olaman buni ham. Ikkitagina yong'oq mana. 3 ta ulaganman aka-akaga. Bexato olibdi. Bu ham endi ko'klayapti mana. Mana iskana payman. Mana shu chiqaring deganlarga bitta qo'yyapman. Hozir bir yarim soat oldin YouTube'ga tashlaganman. Hozir buni ham tashlab qo'yaman mana. Yetib olganing uchun rahmat. Omila bo'lib, laklab bosib. Endi hozir uni Kosondan ham Namangan viloyatining Koson tumaniga ham borib ulab kelganman. Amaki ham zo'r oldi deyapti, ancha ulaganman. Bu taraflarda ham. Buni video qilib tashlab yuboradi. Buni bir qo'yib yuboraman. Yetib olganing uchun rahmat.